kuni ishlatiladigan oy nomlarining nega aynan shunday atalganini bilasizmi? Aslida ularning aksariyati qadimgi Rim xudolari, imperatorlari va lotin tilidagi so'zlardan kelib chiqqan. Keling, har bir oy nomining qisqacha tarixini bilib olamiz. January, yanvar, qadimgi Rimning Janus xudosi nomidan olingan. U boshlanish va yakunlar xudosi bo'lgani uchun yangi yil ham aynan uning nomi bilan boshlanadi. February, fevral, qadimgi Rimdagi fevruar, poklanish bayramidan kelib chiqqan. Bu oy yangilanish va tozalanish ramzi hisoblangan. March, mart, qadimgi Rimning urush xudosi Mars nomi bilan atalgan. Qadimda harbiy yurishlar aynan shu oyda boshlangan. April, aprel, lotincha epiraya, ya'ni ochilmoq so'zidan kelib chiqqan. Bu oyda tabiat uyg'onib, daraxtlar gullay boshlaydi. May, may oyi o'sish va hosildorlik ma'budasi Maya sharafiga nomlangan. Bu oy tabiatning eng tez rivojlanadigan davrlaridan biridir. June, iyun, nikoh va oila ma'budasi Juno nomi bilan atalgan. Rimliklar bu oyni turmush qurish uchun eng omadli oy deb bilishgan. July, iyul, mashhur Rim sarkardasi Julius Caesar sharafiga nomlangan. Avvallari bu oy boshqa nom bilan atalgan. August, Rimning birinchi imperatori August sharafiga atalgan. Bu nom uning xizmatlarini e'tirof etish uchun berilgan. September, sentyabr, lotincha septem, ya'ni 7 degan ma'noni anglatadi. Eski Rim taqvimida u 7-oy bo'lgan. Oktyabr, lotincha octo, ya'ni 8 so'zdan kelib chiqqan. Ilgari u 8-oy hisoblangan. November, noyabr, lotincha novem, ya'ni 9 degan ma'noni bildiradi. Eski taqvimda u 9-oy bo'lgan. December, dekabr, lotincha decem, ya'ni 10 so'zdan olingan. U qadimgi Rim taqvimida yilning oxirgi, ya'ni 10-oyi hisoblangan.